Tulki bilan turna. Tulki bilan turna do'stlashib qolishibdi. Hatto ular opa-uka tutinishibdi. Kunlarning birida tulki turnani mehmon qilib chaqirmoqchi bo'libdi. "Albatta kelgin azizam", debdi u. "Juda yaxshi mehmon qilaman seni." Turna mehmon bo'lib kelibdi. Tulki ovqat qilib likopchada suzibdi. Keyin u likopchani turnaning oldiga qo'yibdi-da, "Ol azizam, ol. O'zim pishirdim, ola qol", debdi. Turna tumshug'ini likopchaga taq-taq urarmish, og'ziga hech narsa ilinmasmish. Tulki bo'lsa bu vaqt ichida ovqatning hammasini o'zi yeb, yalab qo'yibdi. Ovqat tugaganidan keyin tulki: "Aybga buyurmaysan-da jon do'stim, yaxshilab mehmon qilishga boshqa narsa topa olmadim", debdi. "Shunisiga ham rahmat azizim, endi menikiga mehmon bo'lib borgin", debdi turna. Ertasiga tulki turnanikiga mehmon bo'lib kelibdi. U har xil sabzavotlar solib, sho'rva pishiribdi-da, ovqatni og'zi ingichka ko'ziga suzib, uning oldiga qo'yibdi. "Ol do'stim, yeyaver", debdi turna. "Rostini aytsam, boshqa durustroq ovqat qila olmadim. Tortinmay olaver". Tulki ovqat solingan idish atrofida gir aylanibdi. U yog'iga o'tibdi, bu yog'iga o'tibdi, baribir bo'lmabdi. Yalab ko'ribdi, hidlab ham ko'ribdi, baribir uning ichidan hech narsa olib yeya olmabdi. Nega deganda boshi ko'ziga sig'mabdi-da. Bu vaqt ichida turna cho'qib hamma ovqatni yeb qo'yibdi. "Aybga buyurmaysan-da do'stim, durustroq mehmon qilay desam, boshqa hech narsam yo'q". Tulkiga rosa alam qilibdi. Chunki u bir haftalik ovqatimni o'sha yerdan yeb kelaman deb o'ylagan ekan. U bir haftalik ovqat tugul, tuz ham tatimay uyga qaytibdi. Qilmish qidirmish deganlaridek tulkining qilgani o'ziga qaytibdi. Shundan keyin tulki bilan turna yuz ko'rmas bo'lib ketishibdi.